Xo'p, mana shunaqa bo'yin tutmaydigan tonus past bolalarga mashq o'rgating deyishyapti. Shuni hozir o'rgatamiz to'g'risi. Xo'p, shunaqa bolalarda biz LFK qilayotganmiz, kinetический LFK deb qo'yganmiz nomini. Bosim ostida mana oyoq turibdi oddiy. Shuni sal bosim qilasizlar, sal yengil. Shuni harakatini, doirasini qaytarib berasizlar. Ana shunda o'zlaringiz qarshilikni his qilasizlar. Sizlarni bu yoqdan ushlaymiz, bu yoqdan mahkam ushlaymiz-da. Xuddi shu LFKni faqat bosim bilan biladi. Bosim. Qo'lni oling bu yerdan. Xuddi shu LFK mana bunday qilib bosim bilan qilib turib, sekin bukilib, sekin ochiladi. Bosim ostida bukilib, ochiladi. Va tosini ham bunday bosim qilib turib, yengil mana. Bunday qilsa ham o'zi bolada напряжение paydo bo'ladi mana. Harakat. Shuni eplashga harakat qilishlaring kerak. Yengil bosim ostida, yengil.